Ras ketdimi? Bosingizlar. Avvalambor assalomu alaykum mening hurmatli va behurmatli podpисчиklarim. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan o'sha Elon, ya'ni Akbar. Bilsanglar, bilmasanglar aytib qo'ymaga farqi yo'q. Xo'p, 2 oydan oshibdi. Snayperda siz bilmagan xatolaringizni deb video chiqarganimizga 180 ta prosmotr bo'libdi. 20 tadan oshiq layk bo'libdi. Buning uchun hammaga rahmat. Lekin biz to'xtab qolmaymiz. Yaqinda stream qildim, 5 soatlik. Kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Boshida komment o'ynadik, keyinchalik reyting o'ynadik. Reytingga bizga shunaqa igroklar tushdi, bilmasam Varvarello, Farfarello deganlar tushib qoldi. Juda patit qildik, ter to'kdik, iloji boricha yutqizmaslikka harakat qildik. Balki bizani protivlarimiz bizdan aqlliroq chiqqandir. Balki regioni to'g'ri kelmagandir, balki pingi. O'sha streamimizdan bitta o'yin bo'lib qoldi. Hozir o'shani qo'yib berib, analiz qilib beraman sizlarga iloji boricha. Ko'pchilik aytadi, bomba rejim, kristallan rejimi unaqa, bunaqa pritselda o'tiradi, unga aim yaxshi bo'lishi kerak, FPS yaxshi bo'lishi kerak. Yo'q. Shunaqa deb o'ylayotgan odamlarni мненияsiga, ya'ni o'sha o'zini g'oyasiga tupurgan holatda aytaman sizlarga. Kallalaringni ishlatmasalaring, bomba rejimida faqat yutqizaverasizlar. Ming aimlaring zo'r bo'ladi. Ming televizorda o'ynamaysizlarmi? Bo'ldi, tushundim. Gapni qisqa qilamiz, o'yinga o'tamiz. Yetadi. Juda bir aqllilik qildik. Balki stream bo'lgani uchun, balki 5 soat o'ynaganimiz uchundir. Juda ko'p so'kinishlar bo'lgan. To'g'risini aytaman, hozirdan agar mabodo yuraklaring dosh bermasa chiqib ketinglar. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek an'anamizga muvofiq Okang post qo'ydi, okangnami naxuy kirib, like, подписка naxuy kerak emas. Komment, repost. Pashol naxuy. Pissalar nariyadan yurishdi. Nima bizga bunaqalar protestlar beryapti? Sal bir oddiyroq niklilar yo'qmi? Birinchi panika ketdi. Hali personajini ham ko'rmadim, nikini o'qib o'zida mazam qochyapti. Ey. Bu bizning birinchi faza asabiylashishimiz. Voy ona. Ikkinchi faza onasini eslaymiz. Chiqdi, Komil orqada. Voy. Jon. Ey, yo. Uchinchi faza teammatelarimiz ustidan kulib asabiylashganimizni bildirmaymiz. Sizlar ko'rishga uspet qilmayapsizlar, Komil. Amin. Birinchi shotni oldik. Qochishini ko'ryapsizlarmi? Yo, malo. Bo'ldi, yetarlicha kulib oldik. 3-1 yutqizdik. Endi ketma-ket iloji boricha 4 ta shot olsak, shu bilan yutib ketamiz. Короче, qizlar bitta narsada B'ga hech kim qaramasin, go hamma A'ga. Mana shu raunddan ketdi megamozlik. Raid kartada ko'pchilik push qiladi suvdan. Rush qilib ketadi. O'shaning uchun hammamiz A'ga boramiz dedim. To'xta, ching. Ada hammasi ada. Aytganimda. Nice, zo'r ana shunday. Komandamdagilar hammasi darmait bo'lsa ham komandamni yaxshi ko'raman. A'ga dedim, hammasi bordi A'ga. Endi taktikani sal almashtiramiz. Xuddi shunday, faqat Mo'min bilan Ahad B'ga. Xuddi shunday, faqat Mo'min bilan Ahad B'ga. Go. Raidda ko'pincha Mo'min bilan Ahad B'da qolardi. O'shaning uchun ikkalasini B'ga yuborib, uchalamiz A'ga bordik. Adoyn. Tortilinglar. Zo'rsizlar, ana shunday. Buncha sekti. Chida olmasdan chiqib ketdi bittasi. Farfarello qo'yapmiz, nimalardir qilib. Go, endi xuddi shunday, shu ahvolda hamma B'ga. Men aniqlab beraman sizlarga. Protivlarimiz 2 martaga harakat qilib ko'rdi, o'xshamadi. Endi 100% B'ga deb o'ylayman. Da komandan hammasini B'ga boringlar deyapman. O'zim ana ro'zadan qarayman. Agar mabodo odam bo'lib qolsa, sirazu aytaman. Keladimi u? G'aryapman, to'g'ri. Paxta bo'lib Beda aytgandim. O'ylaganimda ular bitta kam, komandam to'g'ri joyga borib kutib o'tiribdi ularni. Prosta killni qilsa bo'ldi. Ular B'da. Nice!
Mana xush, блядь, IGL jalab. Kapitan jalab. Ha, ba'zi paytlar miyam ishlab qo'yganiga o'zimga o'zim xursand bo'lib qolaman. Go hamma aga. Go hamma aga. Ahad middan qarang bitta. Birinchisini. Xo'p, raqiblarimiz 3 ta raund ketma-ket berdi, ulardan bir kishi chiqib ketdi. Ular nima qiladi, естественно, agi keladi. Kelganda ham kutib keladi. Shuning uchun Ahadni agi yubordim, чтобы chap qo'l stairs bilan ularni chiqayotgan respasini qarash uchun. G'iybat uchun edi. Yana hammasada. Voy gidey. Düştü, su düştü. Neyse bak, Abdurrahman. Jala. 3ga 1 qolib ketgandim, adagini o'ldirdim, значит 2ga 1 qolganman. Protivom naushniki yo'q uni deb orqamdan yugurib chiqmoqchi bo'ldi. Tursunxonman, sog' bo'lasizlar. 1ga 1 vaziyat. Yuraklar dukkillagan, nafas olinmayapti. Qayerda bo'lsa ham suvda bo'lmasin dedim. Indama ovoz. Suka, mana qo'y. Endi buyutgandan keyin o'tsalar, baqir-chaqir so'kib, like bosib qolganlarga. Nima demoqchiman? Bomba rejimda faqat ayim hal qilmaydi, ko'rib turibsizlar. Salgina o'ylasanglar, kallalarini ishlatsanglar, hammasi o'xshab ketadi. Olsanglar olinglar, lekin soldirmanglar. Sog' bo'lasizlar.